Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bu manzaradagi qo'ylar qaranglar. Obunachilar, bugun 22-yanvar hafta kuniga payshanba. Bugun Toshkent viloyati Piskent tumaniga keldik. 53 bosh to'qlilari baraka bo'ldi. 4 million so'mdan. 53 boshi 4 million so'mdan. Yelin solib turgan naq bo'g'oz. Bag'i qor yog'yapti. Buni manzaraga nima deysizlar? Obunachilar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ylar. Obunachilar, kimga shunaqangi to'qli qo'zilardan kerak bo'lsa, ena bola qo'y, qanaqangi qo'y kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hammasidan bor qo'ylar. Qorlar yog'yapti bag'da. Yo'q. O'tish kerak oldinga. Obunachilar, qo'ylar asa qiynayapti qorda. Qorda yog'ishini qaranglar. Bo'lmaydi. Davay aka. Qo'ylar yetkazmayapti. 53 bosh soni to'qli hali to'magan. Birinchi qoringa bo'g'oz. Ichi yormagan variantlar. Obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Yana bor cherilarda. Xonnoch mana shu qor tegayotlar, yeyapti. Oy. Tak. Qorli manzarada. Hayda. Yo, manzaralar. Oy. Endi to'xta. Qayga o'tadi bular? O'zi mashina. Obunachilar, kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz shu. La, mana qo'ylarimiz shu. Ye. Udalancha ketyapti. Qaytaring, davay. Qorda qo'y haydash. Mazza bo'lsa kerak. Nima deysizlar, fikrlaring kommentariyaga yozinglar. Sovuq. Kakidalan o'rtasi mana. Firmadan olib ketyapti. Hammasi bo'g'oz. Birinchi qoringa xohlasa 5-6 bo'lmasa qisirib olgan, hammasi bo'g'oz. Yelin ko'chirgan. Erib ketibdi. Ular asti ham qor bo'ldi. Qor bo'ldi. Maza qilyapti, yo'q qo'ylar.
Qorda. Slovenya bir kishiga kam edimi? Sheri mashinasiga chiqib ketyapsiz qaytdi. Toshkent viloyati Bo'ka. Bo'kada. Oylar 75-80. Qorsi qonchiq. Sizlarcha fikrlayni qo'llab obuna o'yinlar, like bosinglar. Obunachilar bu qo'ylarga qaranglar, hali ham haydab chiqyapti. Obunachilar. Taxminan bir soatda yurdik. Faqat sizlar uchun uyga yetkazib olish kerak. Qor yog'yapti. Endi mahallalarga yetib keldik. Dala cho'ldan. Bir soatdan beri haydab yuribmiz. Ular charchag'i endi bo'ladi. Obunachilar soni 53 ta. Kimga qiziq bo'lsa mana shu qo'ylar aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilar vodiy bo'ylab bepul, mayli. Toshkentgacha beraveramiz dastlabkilarni. Telefon qilaverasizlar. Sotiladi. Arzon. 4,5 milliondan kim bersa mana Toshkent zonasida bo'lsa yetkazib olib beraveramiz. 4,5 milliondan. Bunachilar. Mana bir soatdan beri yo'lda yuribmiz. Qor yog'yapti. Mashinalar qayerda burilar ekan mashina. Ko'ringlar, yaxshilar. Ular qo'l bo'ldi, qorda endi qor dahshat yog'yapti vaqtda. Iloji yo'q. Obunachilar, sizlar uchun kommentariy ham portlatib yuboringlar. Portlatib yuboringlar obunachilar. Bu qiyinchiliklar nima deysizlar bu qiyinchiliklarni? Yigirma 25-30 kilometr yurdik-ku pashtik. Buni manzaralarga nima deysizlar? Buni qiyinchiliklar ashshi qattiq bo'lyapti obunachilar. Qorda ayniqsa. Qorda Bağlab, katta fon yaylov. Asfal yoqalab ketyapmiz. Buni 53 ta. itlar ham makilyapti. Ishlashi. Assalomu alaykum. Farg'onadan? Ikkami? O'ta. Yavaş çata. Oo, uşaqlarga kelyapti. Axir qadrlik. Piskent tumaniga yetib qoldik.
500-600 metr qoldi. 500-600 metr ketadi. Havolar sovuq obunachilar. Bu sizlar uchun mana shunday qiyinchiliklarda bu yetkazib olib kelib ovoryapmiz. Chiqmanglar, ey!